Trendda bo'lgan ushbu shirinligimizni tayyorlashni ko'rsataman. Nomini bilsangiz, izohlarda qoldiring. Birinchi ishimizni idishga suv, chimdim tuz va margarinni solib, gazga qo'yishdan boshlaymiz. Massa qaynab chiqqandan so'ng ustiga unni solamiz va aralashtiramiz. Lopatka bilan yaxshilab ishlov berib, xamiri yetilib olishini kutamiz. Ana endi massamizni mikser qilamiz. Sal qovuridan tushib olish kerak. Qovuridan tushgan massani ustiga tuxumlarimizni bittadan chaqqib aralashtirib olamiz. 180 gradusda 20 daqiqa davomida pishadi. Pishib oldi. Endi buni kattaroq idishga bo'shatib olamiz. Ana endi krem tayyorlab olamiz. Qaymoq, saxarni pudra, tuzdan vanilini solib, krem bo'lguncha, is tushguncha krem qilamiz. Mana kremimiz tayyor. Sharikchalarimiz ustiga solamiz. Mana aralashtirib oldik. Endi buni maxsus idishchalarga solib chiqamiz. Xohishga qarab bezatasizlar qizlar. Men ganaj bilan bezatdim. Ustini bezatish xohishingizga qarab. Mana shirinligimiz tayyor bo'ldi. Retseptini opisaniyada qoldirdim. Bu videoni shirinlikni yaxshi ko'radigan tanishingizga yuborib qo'ying.